Assalomu alaykum fizika ixlosmandlari. Hop, yechimlarni davom ettiramiz yana Innova 0 bo'yicha. Hop, bugun xudo xolasa sizlar bilan 58-mavzu yarim o'tkazgichlarda elektr toki mavzusini ko'rib chiqamiz, tahlilini. Hop, yarim o'tkazgichlarda elektr toki. Hop, birinchi savoldan boshlaymiz. Yarim o'tkazgichlarda elektr toki nima uchun yorug'lik ta'sirida aralashmasiz yarim o'tkazgichning qarshiligi keskin kamayadi deyapti. Buni sababi elektron kovak juftliklari ortib ketadi. Javobimiz A bo'ladi. Ikkinchisi, qaysi holatda yarim o'tkazgichda dagi elektronlar va teshiklar tokning tartibli harakat yo'nalishiga to'g'ri ko'rsatilgan. Hop, biz bilamizki, elektronlar bu manfiy zaryad. Hop, mana bu teshiklar yoki kavaklarimiz bizda pozitiv, ya'ni musbat deganmiz, to'g'rimi? Shuning uchun hozir ikkalasining harakat yo'nalishi bir-biriga o'zaro qarama-qarshi bo'lishi kerak. Misol uchun elektronlar bu yo'nalishda harakat qilsa, kavaklarimiz, ya'ni teshiklarimiz bu yo'nalishda harakat qilish kerak. Natijada tokimiz baqqa oqadi. Misol uchun deb oldimda. Hozir ya'ni javob albatta Y bo'ladi. Mana bu A javob bo'lmaydi, chunki yo'nalish bir xil. Ikkalasi hech qachon buni ikkalasi yo'nalishi bir xil bo'lmaydi. Bunda ham shu yo'nalish bir xil. Bunda ham yo'nalish bir xil. Endi D javobga keladigan bo'lsak, hop, e'tibor beradigan bo'lsalaring, hop, elektron yo'nalishi bilan tok yo'nalishi bir xil bo'lib qolyapti. Bizda bo'lsa, tok har doim elektronlar yo'nalishiga nima bo'ladi? O'zi qarshi bo'ladi. Shuning uchun javobimiz albatta Y bo'ladi. Eng to'g'ri javob Y. Hop, qolgan javoblarimiz xato. 3-test. P tipli yarim o'tkazgich olish uchun Germaniya 4-guruh kristalliga Mendeleyev jadvalining qaysi guruh elementining atomlarini qo'shish kerak deyapti. P tipli olish uchun biz nima qilishimiz kerak? 3-guruh elementiga odatda o'sha 4-guruh element qo'shiladi. Hop, shundagina biz nimani olishimiz mumkin? P tipli, ya'ni pozitiv asosiy tok tashuvchisi kovak bo'lgan yarim o'tkazgich material olishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun hozir bitta javobimiz Y variant bo'ladi. Hop, keyingisi 4. N tipli yarim o'tkazgich olish uchun. N tipli olish uchun hop, 4-guruh elementiga qo'shishimiz kerak bo'ladi 5-guruh elementini. Shunda hop, N tiplida asosiy tok tashuvchilar elektronlar bo'ladi va o'sha shunaqangi material olishimiz mumkin bo'ladi shunda. Kremniy 4-guruh ekan, biz endi 5-guruh qo'shishimiz kerak. Javob A bo'ladi. Hop, 5-savol. P tipli yarim o'tkazgich olish uchun kremniy 4-guruh kristalliga Mendeleyev jadvalining qaysi guruh elementini qo'shish kerak deyapti. Hop, P tipli hozir aytganimizdek 4-guruh elementiga 3-guruh elementini nima qilishimiz kerak? Qo'shishimiz kerak. Shunda P tip chiqadi. P tip. Javobimiz D. Germaniya quyidagi qaysi element atomlarini qo'shsak donor aralashma hosil bo'ladi deyapti. Germaniyamiz 4-guruh elementi, bunga 5-guruh elementini qo'shadigan bo'lsak, hop, donor, ya'ni N tipli yarim o'tkazgich hosil bo'ladi. Hop, xullas kalom, biz 5-guruh elementlarni topamiz. 2, hop, 4, 6. Javobimiz D. Keyingisi 6. Sof yarim o'tkazgichga donor aralashma qo'shilganda qarshilikning keskin pasayishiga nima sabab bo'ladi? Sof yarim o'tkazgichda biz bilamizki, teng miqdorda elektron va teng miqdorda kovaklar bo'ladi. Endi donorda bo'ladigan bo'lsa, asosiy tok tashuvchisi elektron bo'lganligi uchun elektronlar hop, sof yarim o'tkazgichga qo'shganimizda elektronlar ko'payib ketadi. Elektronlar ko'payib ketgandan keyin shu qarshiligimiz pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Sabab bo'ladi. Shuning uchun javobimiz hozirda elektronlarni sonini ortishi deb belgilaymiz. 8. Germaniyaga 3 valentli indi va 5 valentli mishiyak elementi atomlaridan qaysi biri qo'shilsa, akseptor qaysi biri qo'shilsa donor aralashma hosil bo'ladi deyapti. Germaniya o'zi necha valentligida? 4-guruh elementi. Bunga 3-guruh elementini qo'shadigan bo'lsak, hop, ya'ni yozaylik, Germaniyaga indini qo'shadigan bo'lsak, indi. Bu 4-guruh, bu 3-guruh. Qo'shadigan bo'lsam, hosil bo'ladi P tip. P tip degani akseptor, pozitiv degani. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun akseptor hosil bo'ladi. Kimni qo'shsam? Indini qo'shsam. Shuning uchun uni mishiyak degan javoblar ketadi. B bilan D qolyapti. Y ham ketadi, qo'shilmagan deyapti. Qo'shilgan bo'ladi. Xullas kalom, qo'shadigan bo'lsam P tip hosil bo'lar ekan. Endi uni Germaniyaga hop qo'shar ekanman. Kimi 5 valentli mishiyakdi. Mishiyak. Hop, bu 4-guruh elementi, bu 5-guruh element. Qo'shsam N tip hosil bo'ladi. Ya'ni donor degani bu.
donor. Tepadagi buni acceptor. Qisqasi. Demak, hop indi, meta indi bo'lib qoldi. B javob xato, o'z-o'zidan D javob qolyapti. Indi va mishak. Javobimiz D varianti. Hop, keyingisi 9. Agar germaniy kristaliga aralashma sifatida n ta 3 valentli indi atomlari qo'shilsa, nima bo'ladi deyapti. Hop, germaniy kristaliga 3 valentli indi qo'shilsa. Hop, xullas kalom nima bo'ladi? Haqiqatan germaniy nechinchi guruh elementi deyapmiz? 4-guruh element. Kitobda yozib qo'ygan ekan. 4-guruh elementiga 3-guruh elementini qo'shamiz. 3-guruh elementini qo'shsak, hosil bo'ladi P tipli yarim o'tkazgich. Xo'p, endi ya'ni aralashmali yarim o'tkazgich hosil bo'ladi P tipli. Ya'ni P tipli degani ham acceptor. Asosiy tok tashuvchisi kavaklar. Xo'p, ya'ni 4-guruh elementi, ya'ni o'sha germaniy 4-guruh elementi bo'lsa 4 ta qo'li bo'ladi, bilsalaring. 1 2 3 4. Hop, bunga kimni qo'shyapmiz ekan? Qisqasi tuzib o'tirishimiz ham shart emas o'zi. Xullas kalom germaniga anoni indini qo'shadigan bo'lsak, qisqasi asosiy tok tashuvchisi kavaklar bo'lgan nima hosil bo'ladi? Yarim o'tkazgich material hosil bo'ladi. Endi kavaklar bo'lgandan keyin o'zi bitta indi qo'shiladigan bo'lsa, bitta kavak ortib qoladi. Endi n ta qo'shiladigan bo'lsa, n ta qo'shimcha, ya'ni ortiqcha kavaklar hosil bo'lib qoladi. Shuning uchun javobimiz bitta A variant bo'ladi. Unda agar germaniy kristaliga, hop, yana o'sha germaniyimiz 5-guruh element, 4-guruh elementi, 4-guruh elementiga qo'shyapmiz kimi? Mishakni. Mishak A S belgilanar edi adashmasam. Hop, shuni qo'shadigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi deyapmiz? N tip hosil bo'ladi. N tip degani donor, ya'ni asosiy tok tashuvchisi elektron bo'ladi, buni bilsak. Elektron. Endi bitta germaniyaga mishakni qo'shadigan bo'lsam, mishak qisqasi. Ular qo'shadigan bo'lsam, bitta elektron ortib qoladi. Bitta qo'shadigan, ikkalasidan bittadan qo'shadigan bo'lsam, bitta elektron hosil bo'ladi. Bitta elektron, ya'ni ortiqcha bitta elektron hosil bo'ladi. Endi agar n ta qo'shadigan bo'lsam, n ta ortiqcha elektron hosil bo'lib qoladi. Erkin elektron hosil bo'lib qoladi. Javobimiz B variant bo'ladi. Keyingisi 11. N tipli yarim o'tkazgichda elektronlar soni Ny, kavaklar soni Nk. Xullas kalom N tipda asosiy tok tashuvchisi elektronlar bo'ladi. Negativ deganida, N degani negativ. Negativ insonlar ko'p bo'lar, to'g'rimi? Negativ yoziladi ingliz tilida. Bu degani minus degani, elektron degani. Ya'ni elektronlar soni kavaklar soniga nisbatan ancha ko'p bo'ladi. Shuning uchun javob D bo'ladi. Keyingisi yarim o'tkazgich qizdirilganda uni qarshiligi 80% ga kamaydi. Yarim o'tkazgichni zanjirdan o'tadigan tok kuchi qanday o'zgargan? Kuchlanish o'zgarmas. Hop, ya'ni o'sha formulamiz zanjirda bir qismi jon qonuni E = taqsim R. Qarshiligimiz 80% ga kamaysa, hop, necha foiz qoladi? Ya'ni 20% qoladi. Ya'ni 20% ya'ni 0,2 qismi. Hop, dastlab mana bunday bo'lyapti. Qarshiligimiz R ligicha turibdi. Bu birinchi holatda qarshilik R1. Ikkinchi holatda aytayaptiki, kuchlanish o'zgarmayapti. Qarshilik 80% ga kamayapti. Ya'ni 80% ga kamayib, qarshiligimiz hop 20% qolyapti. 0,2 R1 qismi qolyapti. 0,2 qismi qolyapti qisqasi. Mana shu yerda toklar nisbatini oladigan bo'lsak, E1 taqsim 2 ni oladigan bo'lsak, hop, nima chiqadi? Ular qisqarib, qarshiliklar qisqarib 5 chiqadi. Ya'ni tok kuchi 5 marta nima qiladi? Ortadi degan variantni olamiz. 1 taqsim 5 bo'lishi kerak. 1 taqsim 5 bo'lar ekan. Shunda tok kuchimiz E2miz 5 da E1 bo'lib, tok kuchi 5 marta ortadi degan variantni olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, 13. Qarshiligi haroratga qarab o'zgarib turadigan yarim o'tkazgichli qurilma. Qarshiligi haroratga qarab deyapti. Haroratga qarab o'zgaradigan yarim o'tkazgichli qurilma bu termorezistor bo'ladi. Termorezistor harorat ortishi bilan uni qarshiligi kamayadi. Xo'p, keyingisi 14. Agar qarshiligi 5 kilo bo'lgan rezistor 25 kilo qarshilikli termorezistor bilan ketma-ket ulangan. Termorezistorni qizdirganimizda tok kuchi 4 marta ortadi. Ya'ni termorezistorni qizdirganimizda bor-ku, qizdirganimizda. Hop, ana shu termorezistordan qarshilik kamayadi.
Shunda tok kuchi 4 marta ortyapti. O'zi qaranglar, mana dastlab o'zbata kuchlanishi o'zgarmaydi. Hop, dastlabki tokimizni I deb belgilayman. Buni topish uchun o'zi nima qilardik? Buni topish uchun hop, kuchlanishni umumiy qarshilikka bo'lamiz. Mana bu ikkalasi ketma-ket ulangan. Shuning uchun rezistor qarshiligi, hop, termorezistor qarshiligini qo'shishim kerak, to'g'rimi? Hop, I teng shunda nima bo'ladi? U taqsim, hop, ikkalasini qarshiligini qo'shsam 5 va 25 ekan, qo'shadigan bo'lsam 30 bo'ladi. Hop, endi ikkinchi holatda deyapti, tok kuchi 4 marta ortyapti. Tok kuchi 4 marta ortsa 4i bo'ladi va kuchlanishimiz o'zgargani yo'q lekin. Endi bu yerda rezistor qarshiligi o'zgarmaydi. Termorezistorni qizdirganimizda rezistorda qarshilik o'zgarmaydi. Shuning uchun R rezistor turaveradi. Hop, plyusdan endi termorezistorning qarshiligi kamayadi. Endi buni qanaqadir termorezistor shtrix qilib qo'yaman. Ya'ni ikkinchi holatdagi nimasi? Qarshilik ikkalasini sistemaga olib bo'lib tashlasak bo'laveradi yoki-da toklar tellab qo'ysak ham bo'laveradi. Hop, ixtiyorlaring tellab qo'ysak ham bo'lar ekan. Ya'ni hop, 4 ko'paygan i o'rniga u taqsim 30 ni qo'yaman. Teng bo'ladi. U taqsim rezistor qarshiligi o'zgarmaydi 5 plyusdan endi termorezistor qarshiligi qanaqadir boshqacha qiymatga kelib qoladi, o'zgardi mana. Kuchlanishlar qisqaradi. Hop, bu yerdan qisqasi matematik amallar bajarib proporsiyalar qilib bir narsalar qilsak, hop 5 kara 4 20 plyusdan 4 ta R termorezistor shtrix teng bo'ladi 30 ga. Bu yerdan termorezistorni qarshiligini topsam 20 va 30 10, 10 ni 4 ga bo'lsam 2,5 kilo ohm chiqar ekan. Javobimiz A variant. 15. Agar rezistor va termorezistor rasmdagi kabi ulangan to'g'ri fikrlarni ko'rsating. Rezistor soviganda. Rezistor soviganda bilamizki, rezistorning formulasi, ya'ni qarshilikning formulasini topish uchun ana bunaqangi temperaturaga bog'langan formulasi bor. 1 plyusdan alfa T degan formulamiz bor, to'g'rimi? Ya'ni temperatura ortsa, rezistorda qarshilik ham nima qiladi? Ortadi. Hozir bitta rezistor sovitilganda endi temperatura kamayadigan bo'lsa, qarshiligimiz rezistorda qarshilik kamayadi. Shuning uchun hop, rezistorni sovutganimizda nima deymiz? Uning qarshiligi hop, qani? Zanjirning qarshiligi ortadi, nima deyapti? Zanjirning qarshiligi kamayadi. Bir to'g'ri bo'ladi rezistor sovutganimizda. Zanjirda qarshilik kamaysa, I teng U taqsim R ga ko'ra zanjirdagi tok nima qiladi? Ortadi. Zanjirdagi tok ortadi. Endi keyingi holatda termorezistorni sovutganda nima bo'ladi? Termorezistorni sovutganimizda endi e'tibor berasizlar, buni termorezistorda temperaturani oshirsam, termorezistorning qarshiligi hop kamayadi. Temperaturani tushirganimda termorezistorning qarshiligi ortib ketadi. Tushunyapsizlarmi? Hozir termorezistor sovutilyapti, temperatura kamayapti. Demak, buni qarshiligi nima qiladi? Ortadi. 5 to'g'ri bo'ladi. Hop, natijada tok kuchi nima bo'ladi? Kamayadi. Shunda to'g'ri javoblarimiz 1, 3, 5, 6 bo'ladi. Ya'ni javob A. Hop. Keyingisi 16. Rezistor va fotorezistor sxemada ko'rsatilgandek manbaga ulangan. Fotorezistorga kuchli yorug'lik tushganda ampermetrning ko'rsatkichi qanday o'zgaradi deyapti. Xullas kalom, bu yerda qarasalaring yorug'lik tushyapti ekan. Yorug'lik tushganda qarshiligi fotorezistorda qarshiligi kamayadi. Natijada bu yerda qarshilik kamaysa, ampermetr A1 ni ko'rsatkichi nima qiladi? Ortadi. Hop, A1 ampermetrning ko'rsatkichi ortadi. Xo'sh, endi e'tibor berasizlar, A2 ampermetrning ko'rsatkichi, mana bu ampermetrning ko'rsatkichi o'zgarmaydi. Hop, endi mana bu yerdagi asosiy tokni ko'rsatadigan ampermetrimiz, ya'ni zanjirda hosil bo'lgan I tokni ko'rsatadigan ampermetr ko'rsatkichi I teng U taqsim R ga ko'ra, ya'ni R umumiy bo'ladi. Hozir bitta qarshiligimiz kamayapti-ku, shuning hisobiga mahraj kamayadi. Mahraj kamaysa tokimiz ortadi. Shuning uchun A ampermetr ko'rsatkichi ham ortadi. Javobimiz 4, 5, 6. Qisqasi mana bu A javob bo'ladi. Xo'p, keyingisi 17. Termorezistor va rezistor o'zgarmas kuchlanish manbayiga rasmdagi kabi ulangan. Qanday hollarda ampermetrning ko'rsatkichi ortadi deyapti. Xullas, yana ampermetr ko'rsatkichi ortish uchun, ya'ni I teng U taqsim R da endi mana shunga qarab turib gapiraveramiz. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Xo'p, qarshilik kamaytirish kerak. Qarshilik kamaytirish uchun nima qilishimiz kerak? Rezistorni sovutishimiz kerak. Bir xato qizdirsak, qarshilik ortib ketadi. Shuning uchun bir bor javoblar chiqarib tashlaveraylik.
Hop, bir bor javoblar chiqib ketdi. Rezistorni sovutishimiz kerak. 3 bor javoblar qoldiramiz. D javob ham chiqib ketdi. Endi termorezistorni qizdirganimizda uni qarshiligi nima bo'ladi deyk? Kamayadi deyk. Shuning uchun 2 ni ham olamiz. Hop, endi termorezistorni sovutadigan bo'lsak, qarshiligi ortib ketadi. Hop, shuning uchun 4-javobimiz xato bo'ladi. Shuning uchun B javob ham nima bo'ladi? Chiqib ketadi. O'zi menda qolyapti 2 3. Hop, o'zi bitta C variant qoldi. 2 3 5 bo'ladi. Endi mana bu yerda buni restart surguchini chapga surishimiz kerak. Chapga surganimizda chapga deyapman. Chapga surganimizda, ana baqa surganimizda buning qarshiligi kamayadi. Hop, qancha ko'p qismi ishlasa qarshilik ko'p bo'ladi. Qancha kamroq qismi ishlasa qarshilik shuncha kichkina bo'ladi. Buni oldingi darslarimizda ham bunga doir masalalar ko'rganmiz. Shuning uchun hozir 2 3 5 bo'ladi. Javob C. Keyingisi 18. Qaysi qurilmani ishlash prinsipi PN o'chishga asoslangan? Xullas kelam yarim o'tkazgichli diod bo'ladi va tranzistor bo'ladi. Javobimiz E. Agar yarim o'tkazgichli dioddagi elektr toki asosiy bo'lmagan zaryad tashuvchilar tomonidan hosil qilingan bo'lsa, birinchi va ikkinchi qismlarga qanday turdagi yarim o'tkazgichlardan iborat bo'ladi deyapti. Hop, asosiy tok bo'lmagan bo'ladigan bo'lsa, hop, nima qilamiz? Bu yerga N tip, bu yerga P tipni joylashtiramiz. O'shanda ba'da elektronlar, ba'da kavaklar. Natijada bitta tok hosil bo'lmaydi. Hop, shunda N P degan javob topamiz. Javobimiz E variant. Keyingisi, agar yarim o'tkazgichli diod orqali tok o'tadigan tok juda kichik bo'lsa, birinchi, ikkinchi qismlardagi turdagi o'tkazuvchanlik qanday turdagi o'tkazuvchanlik ustunlik qiladi deyapti. Tok juda kichik bo'lsa, yana o'sha gap, bu tarafga N tip, bu tarafga P tipni joylashtiramiz. Ya'ni N tip degani birinchi tarafda elektron, ikkinchi tarafda kavak bo'ladi. Javob Y. Hop, 21 ta yarim o'tkazgichli diod orqali tok deyarli qarshiliksiz o'tadi. Birinchi, ikkinchi qismlarda qanday turdagi o'tkazuvchanlik hosil bo'ladi? Tok o'tadi deydigan bo'lsa, plusga endi joylashtiramiz P tip, ya'ni kavaklarni, minus tarafiga N tipli elektronlarni. Hop, demak javobimiz shunda nima bo'ladi? Birinchi qism kavak, ikkinchi qism elektron. Kavak, elektron. Javobimiz D. Hop, keyingisi 22. PN o'chishda haqida quyida aytilgan gaplardan qaysilari to'g'ri deyapti. Hop, P'miz yarim o'tkazgichda asosiy tok tashuvchilar kavaklar 1 to'g'ri. Hop, N turdagi yarim o'tkazgichlarda asosiy tok tashuvchilar elektronlar 2 to'g'ri. Hop, 3 zaryad tashuvchi elektron deyapti. 3 xato, 4 ham o'z-o'zidan xato. 4 da kavak bo'lmaydi, elektron bo'ladi. Demak, 3 bilan 4 xato bo'lsa, 3 bor va 4 bor javoblar chiqarib tashlayman. B javob, C javob, D javob, E javob chiqib ketdi. O'zi A variant qolyapti xolos. Hop, rasmdagi ko'rsatilgan o'tish to'g'ri, PN o'tish bo'ladi, to'g'ri. 1 2 5 bo'ladi, to'g'ri javob. 6 xato, teskari PN o'tish emas, to'g'ri PN o'tish bo'ladi bu. Hop, keyingisi 23. Hop, sxemada yarim o'tkazgichli diodning an'anaviy belgisi qaysi raqam bilan ko'rsatilgan? Diodning belgisi mana bu bo'ladi, 4. Javobimiz B. Sxemada tranzistorning shartli belgisi qaysi raqam bilan ko'rsatilgan? Tranzistor mana bu bo'ladi, 3. Hop, keyingisi 25. Rasmdagi elektr zanjirida qaysi lampochka yonadi deyapti. Xullas kelam tok bog'dan keladi. Tok bog'dan keladigan bo'lsa, mana tok bu tarafga o'tadi, 4-lampochkaga boradi. Tok ma'lum bir qismi bu tarafga ketadi. Lekin mana bu yerda diodimiz joylashuvi mana bunaqa bo'lgani uchun bog'dan tok kelsa, buni diod tokni o'tkazmaydi. Shuning uchun hop, bu tarafga umuman tok bormaydi. Tepa umuman ishlamaydi. Bitta faqat 4-lampochkagina yonadi xolos. C javob. 26. Rasmdagi elektr zanjirida qaysi lampochka yonmaydi deyapti. Tok bog'dan kelyapti. E'tibor beramiz, tok keladi. 4-lampochka yonadi. Hop, tok batga kelib 3 ga bo'linadi. 1 2 3 qismga bo'linadi. 3-lampochka yonadi, tok boradi. 2 ga ham tok boradi, yonadi. Lekin mana bu yerda 1-lampochkamiz yonmaydi. Sababi bu yerda tepadagi holat, ya'ni diodimiz bu tarafdan tok kelib qolsa, o'tkazmaydi. Shuning uchun 1-lampochka nima qilmaydi? Yonmaydi. Javob C. Hop, 27. Diodlar va lampalar rasmda ko'rsatilgandek o'zgarmas tok manbaiga ulangan. Quyidagi fikrlardan qaysilari to'g'ri deyapti. Qisqasi, hop, A ni musbat deb olamiz deyapti. Birinchi shartda B ni manfiy olamiz deyapti. A ni musbat oladigan bo'lsam, tok boradi-da, nima bo'ladi? Tok 2 ga bo'linadi. Endi qaranglar, tok bog'dan kelib qolsa, buni diod tokni nima qilmaydi? O'tkazmaydi. Shuning uchun bu yonmaydi. L1 yonmaydi. Demak, birinchi shartimiz to'g'ri bo'ladi. Endi tok mana bu tarafga borib, L2 yonadi, mana bu L3 ham yonadi. Shuning uchun birinchi tasdiqimiz to'g'ri. Ikkinchi tasdiqda L2 yonmaydi deyapti. Bu xato bo'ladi o'z-o'zidan. Hop, 2 bor javob chiqarib tashlayman. A javob chiqib ketadi. Hop,
Y javob ketadi. Mana 3 ta variant qolyapti. Endi uchinchisi A manfiy B musbat bo'lsa-chi deyapti. Agarda mana bunaqa bo'lsa-chi deyapti. A manfiy B musbat. A manfiy B musbat. B musbat bo'ladigan bo'lsa tok bag'dan keladi. Buni yonadi lampochkamiz. Xo'p, tok endi 2 ga bo'linadi. Ma'lum bir qismi bu tarafga, ma'lum bir qismi bu tarafga ketadi. Endi yana o'sha gap. Diodimiz mana bu holatda turibdi. Tok bag'dan kelyapti. Yana tokni o'tkazmaydi diod. Shuning uchun buni yonmaydi. L2 yonmaydi endi bitta. Shuning uchun uchimizdan nima ekan? To'g'ri bo'lar ekan. L2 ni yonmaydi deyapti. Mana L1 bilan L3 yonaveradi, bular yonaveradi. Uchinchi tasdig'imiz ham to'g'ri ekan. Shuning uchun 1 va 3 degan tasdiqda olib qo'ysak bo'laverar ekan. 1 va 3 degani o'zi bitta variantda, C variantda turibdi. To'rtinchi holni ham o'zlaring tekshirib ko'rishlaring mumkin, bemalol. Xo'p, ya'ni diodimiz xo'p, bu tarafdan tok kelsa o'tkazib I tokni. Xo'p, agarda diodga mana bu tarafdan tok kelib qolsa, tokni o'tkazmaydi. Mana bu holatda ishlaydi. Keyin diodni o'zini nimasi yo'q. Diodni qarshiligi, ana diod qarshiligi 0 ga teng. Diod qarshiliksiz qurilma hisoblanadi. Bu esdan chiqmasin. 28 kuchsiz elektromagnetik yo'nalishlarni kuchaytirish uchun qanday qurilma ishlatiladi deyapti. Termistor deyaptimi? Termistor. Xarob bo'lib ketibdi. Kitoblaring bo'lsa kerak, menimcha. Termistor bo'lmaydi, ampermetr bo'lmaydi, trubka bo'lmaydi, vakuumli diod bo'lmaydi, tranzistor. Ya'ni kuchlanishni bir necha marta oshirib beradigan qurilmamiz nima bo'lardi? Tranzistor bo'lar edi. Xo'sh, keyingisi. Rasmdagi tranzistor haqida quyidagi aytilgan qaysi fikrlar to'g'ri deyapti. Qisqasi, mana bu tranzistorning ko'rinishi bo'ladi, bilsak. Xo'p, albatta qarasalaring tranzistor 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Mana bu qismning nomi baza bo'ladi. Mana bu qismning nomi strelka qilib beradigan joyining nomi har doim kollektor bo'ladi. Hazillashdim. Kollektor bas emitter bo'ladi. Kechirasizlar. Mana bu qismning nomi strelkasi beriladigan joyi kollektor bo'ladi endi. Mana. Endi hozir nima deyapti bitta? Rasmdagi tranzistor haqida nima deya olasiz deyapti. Xo'p, tokimiz emitterdan bazaga kelayotgan bo'lsa, bunday diodimiz o'tishi, ya'ni tranzistorimiz PNP tipidagi tranzistor deb nomlanadi. Shuning uchun ikkinchi tasdig'imiz to'g'ri bo'ladi. Xo'p, ikki to'g'ri bo'lsa, A javob chiqarib tashlayman. Xo'p, D javob chiqarib tashlayman, E javob chiqarib tashlayman. B va C qolyapti. Xo'p, nima qiladi? Bu tranzistorni ishlatishimiz sabab kuchsiz elektromagnetik yo'nalishlarni kuchaytirish uchun. 3 to'g'ri. Hozir bundan oldingi testimizda ham ishladik. Strelka tokini emitterdan bazaga oqayotganligini ko'rsatyapti, so'rda 5 ta strelka tokini bazadan emitterga oqayotganligini ko'rsatyapti, deyapti. Hozir bitta tokimiz qatdan qatga oqayapti. Bitta tokimiz emitterdan, mana bu emitter qismidan baza qismiga oqayapti. Shuning uchun javobimiz, to'rtinchi tasdig'imiz to'g'ri bo'ladi, 5 noto'g'ri bo'ladi. Xo'p, to'g'ri javobimiz 2 3 4. Ya'ni javob C variant. Keyingisi, tranzistor strelka tokini shunday yo'nalishini ko'rsatadiki, bunda tok, hop, hozir aytganimizdek, mana bu emitterdan mana bu bazaga qarab oqyapti. Baza. Emitterdan bazaga oqadi. Javob B bo'ladi. 31. 31da yarim o'tkazgichli tranzistorda emitterdan o'tadigan tok kuchi 15 mA, kollektordan o'tadigan tok kuchi 13 mA, baza zanjiridagi tok kuchini nima qiling deyapti? Aniqlang deyapti. Xo'sh. Qisqasi, emitterdan oqaydigan tok kuchimiz kim ekan? I emitter qilganman 15 ekan. I kollektordan oqaydigan tok kuchimiz 13 mA ekan. Xo'p, mana bu emitterdan kim keladi? 15 mA degan. Xo'p, hozir to'xtab turinglar. Shu rangini nima qilaylik? Nima deysizlar? O'zgartiraylik. Hop, mana bu yerdan 15 mA tok keladi. Ma'lum bir qismi bazaga qarab ketadi, ma'lum bir qismi kollektorga qarab ketadi. Ya'ni bu o'sha oddiy Kirchhoff qonuniga o'xshab qolyapti. Ya'ni kelayotgan 15 mA imiz kollektor bilan bazaga nima ketadi? Bo'linib ketadi.
Xo'p, shunda 15 ta ham bo'ladi. Kollektorga borayotgan tokimiz 13 bo'lsa, bazaga borayotgan tokimiz o'z-o'zidan ko'rinyaptiki, xo'p, necha bo'lib qolar ekan? 2 milliamper bo'lib qolar ekan. Shunda javobimiz nima bo'ladi? B variant bo'ladi. Shuning bilan sizlar bilan hop 58-mavzu yechimini o'z nihoyasiga yetkazyapmiz. Hop, tushundilaring degan umiddaman. Savollaring bo'lsa, hop, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Hop, o'sha Telegram kanalimizni shu video boshida yozib qoldirganman. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Iloji boricha kanalga hop fizika tanishlaring, fizika o'qiydigan do'stlaringga yuborib qo'ysalaring videoni ko'proq odamga foydamiz tegadi. Xudo xolasa, hop keyingi mavzularda ham shu tartibda yechimini davom ettirishga harakat qilamiz. Bu sizlarning qo'llaringda. Hop, qancha odam ko'p bo'lsa, qancha talab ko'p bo'lsa, hop, men yechim qilishdan to'xtamayman, Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.